Assalomu alaykum ahli gruppa. Asposa mana Sherobodda yana bir ish tugadi. Vremenka tomon oldi. Shunday qilib qildik mana. Oldi qoshlarini. Mana bu yer o'choq tandirga yaqin bo'lgani uchun bu yerda mokriy qosh qildik. Mana shu burchagini. İşte mana tutun chiqib oppoq tunga qora bo'lib qolmasligi uchun bu yog'ini oqib ketdik. Mana shu ketishda tugatdik mana. Navislarimiz yine vala qosh. Tilla yulduzcha, tilla lenta. Ana shunday qilib eylana qoshlari bilan edi. Quyoshda sal harorat ko'rinyapti. Mana navisimiz. Mana shu yerda bitta qilib polni zaboyaga qildik mana. Mana shunday. Mana darvozaxona chiqqan joyi. Mana darvozaxonalar. Mana shunday qilib ko'cha tarafda ham hozir ko'rsatamiz sizga. Mana ko'cha tarafimiz. Mana qosh. Ko'cha tarafimiz ko'rinishi. O, bir minut bor. Mana shunday qilib yonbosh taraflardan ko'rinishlar. Mana qoshlarni bir xil qilib oldiga 90 terib şu fasonda düştü. 275 kvadrat tunga ketdi. O'sha ketishi 3lik tungani ko'ryapsizlar.